Assalomu alaykum. Bugungi videomizda YSS firmasidan ovozda boshqarsa bo'ladigan aqlli relayni ko'rib chiqamiz. O'zida ko'rsatishi bo'yicha masofadan boshqaruv, vaqtni belgilasak bo'lar ekan, kuchlanishdan himoya, ovoz boshqaruvi, orqaga hisoblash, tok xarajatini sarf hisobi. Mana. Bu tomoni ruscha. Bu yerda ko'rishimiz mumkin. Google'ni ovozli assistenti, Yandex'ni ovozli assistenti va Amazon bilan ishlar ekan. O'zi ilovasi tuyada so'zlanadi. Ichida avtomatimizni o'zi va qo'llanmasi chiqadi. Tashqi ko'rinishini ko'radigan bo'lsak, indikatori faqat fazani o'chirib yoqar ekan, ko'rib turganimizdek noli to'rtdan to'g'ri o'tadi. Tepa tomon kirish tomoni, pastki tomon chiqish. Hozir birinchi ulaymiz, keyin sozlanishini ko'ramiz. Relayimizni ulab oldik. Aytib o'tganimdek tepadan keladi tokimiz, pastdan chirog'imizga boradi. Endi chirog'imizni nimani o'chirib yoqmoqchi bo'lsak, aytish esimdan chiqib, mana bu yerda knopkasi bor. Qo'lni yoqib o'chirsak ham bo'ladi. Xo'p, bizaga ikkita ilova kerak. Birinchisi tuya xomi, bu relayimizni sozlash uchun. Keyin ikkinchisi ovozli assistent. Qaysidan foydalansak, masalan, menga Yandex qulayroq. Yandexni o'rnatdim. Har ikkalasiga kirib ro'yxatdan o'tishimiz kerak bo'ladi. Keyin tuyaga kirgandan keyin mana bu plyuschani bosamiz, добавить устройство qilamiz. Mana bu yerda relayimiz chiqishi kerak. O'rtadagi knopkasini 5 dan 10 sekund orasigacha ushlab o'tirish kerak. Mana bu indikator yongunicha. Yana bu yerda chiqadi. Ko'rib turganimizdek relayimiz chiqdi. Men sal oldinroq bir o'zim ishlatib ko'rdim. O'sha uchun parolni o'zi avtomatik yozdi. Wi-Fi parolni uydagi biz mana bu yerda qo'lda Wi-Fi parolimizni yozishimiz kerak bo'ladi uydagi. Qo'shyapti. Bo'ldi, qo'shildi. Zaвершить qilamiz. Menusiga keyinroq qaytamiz. Bo'ldi. Yo'ndi. Ana endi Yandexga qanday ulaymiz? Yandexga kiramiz. Bu yerdan ham ilovadan ro'yxatdan o'tgan bo'lamiz. Xo'p. Plyuschani bossak, устройство umnoga doma chiqadi. Bunga bosamiz. Bizadagi tuya bilan ishlayotgan edi. Tuya ilovasi bilan mana bu ro'yxatdan tuyani topamiz. Mana tuya. Привязать к Яндексу. Yandexga ulash xolos. Xo'p, ana endi tuya akkauntdagi login parolimizni yozamiz. Mana bu yerda ro'yxatdan o'tganda login parol yozdik-ku, xuddi shu narsani bu yerda yozamiz endi. Pochtam ko'rsam nimasi yo'q. Keyin biz bot emasligimizni belgilash uchun rasmni aytgan joyga keltiramiz, to'g'ri qilib. Xo'p, ilova qaysi? Tuyami, Smart Lifemi, Tuya Homemi? Qaraymiz. Tuya Home. Bu yerda parolni yozamiz. O'sha tuya ilovasiga qo'ygan parolimizni yozamiz. Buni endi keltirish kerak ana bu yer.
o'xshadi. Kerak emas hozircha. Buni bosamiz. Привязать. Обновить список устройства qilsa agar, o'sha tuyada nechta aqlli relaylar, aqlli qurilmalar ulangan bo'lsa, hammasini Yandexga chiqaradi. Keyin qaysi uy, masalan, sizni bir nechta uyingiz bo'lsa, o'sha uyni belgilaysiz. Menda mo'ydom turadi. Keyin bu qanaqa komnata, qaysi xonaga turibdi. Menda masalan kabinet bo'lsin, turaversin. Keyin bu qanaqa устройство, birami ventilyatormi, включателmi, girlyandmi, nimani ulayapmiz, o'shani belgilaymiz. Menda включатель hisob ishlayapti, hozir lampochkani chiroqni yoqib o'chiryapti-ku, shuning uchun включатель turaveradi. Buni bosamiz, bo'ldi, ko'rindi. Ovozda boshqarishimiz uchun buni sozlashimiz kerak bo'ladi. Nima desak yonadi, nima desak o'chadi. Mana bu yerda голосовой komanda aytilyapti. Masalan, включи Wi-Fi Smart Meter Pro desak yoqadi, включи desak, Wi-Fi Smart Meter Pro desak o'chiradi. Buni aytish noqulay albatta. Shuning uchun sozlashga o'tamiz. Mana bu yerdan o'tini o'zgartiramiz. Aytaylik, svitilnik qo'yamiz. Sizda boshqa narsa bo'lsa, boshqa narsa qo'yamiz. Nomi svitilnikka o'zgardi. Ana endi buni aytish osonroq bo'ladi. Mana включить svitilnik, выключить svitilnik desak, Yandex o'chirib yoqadi. Ana endi tekshirib ko'ramiz. Nimagadir Umni dom ilovasidan ovozda chaqirsam, Yandex javob bermayapti. Masalan, Alisa, привет, Alisa. Bossam keyin ishlayapti. Включи светильник. Включаю. Выключи светильник. Alisa. Hey Alisa. Bilmayman, planshetda bo'lgani uchunmi, brauzerga kirsam, Yandex brauzerdan, bu yerdan yaxshi ishlaydi. Alisa. Выключи светильник. Окей, выключаем. Alisa. Включи светильник. Включаю. Ana endi tuya ilovasiga kirib, o'zini qanaqa sozlanmalari va qanaqa xususiyatlari bor ko'rib chiqamiz. Relayimizni aytish esimdan chiqibdi. Relayimiz 63 ampergacha ekan. Relayimizga bosamiz. Ko'rib turganimizdek, umumiy quvvat, bugun qancha quvvat sarflangani, yoqay buni. Kuchlanish 224 volt. Hozir ana endi quvvatini ko'rsatish kerak toki bilan. 94 watt deyapti. Toki 0,42 amper. Elektrichество. Bu qo'yganimizdan keyin qaysi kunlar qancha tok sarflaganini ko'rsak bo'lar ekan. Elektrichествоga bosib, vremyaga bossak, yonib o'chish vaqtlarini belgilasak bo'lar ekan. Har kunimi, qaysidir kunlarimi, masalan, yonib o'chish vaqtini belgilaymiz kunlari bilan. Quyosh chiqqanda, quyosh botganda, xullas o'zimizga qanday qulay o'shanday sozlaymiz. Настройкasiga kiradigan bo'lsak, обратный отчет bor ekan. Xo'p, aytaylik, vaqtni belgilaymiz, o'shancha vaqtdan keyin o'chadi. Biz 1 minut deb belgiladik. Shuncha vaqtdan keyin hozir o'chadi. Bizga kerak emas, hozircha o'chsin. Status relayga bossak, bu chiroq yonib o'chgandan keyin nima qilsin? Yonmasinmi yoki yonsinmi yoki pametga qo'ysak, oxiri qanay turgan bo'lsa o'shanday bo'ladi. O'chgan bo'lsa o'chib turadi, yongan bo'lsa chiroq yengandan keyin yonadi.
rejim освещение mana bu chirog'ini aytyapti. Yoniq tursinmi, o'chiq tursinmi yoki holatimi. O'shani qarab belgilaymiz. Blokirovka для обслуживания deyapti. Nimadir ish qilayotgan bo'lsak, qulflab qo'ysak ham bo'ladi buni. Qaytib shu yerdan ochamiz. Mana knopkasini bosib yoqmoqchi bo'lsak ham befoyda. Yoki bu yerdan o'chirish kerak bo'ladi, yoki da o'zini 4 marta bosish kerak ekan. O'chdi. Jurnal. Nima uchun o'chib yonganlar, qachon o'chib yonganlarini ko'rsatadi. Trevoga, jurnal nastroyk. Hay. Keyin nastroyki signalga bossak, bu yerdan klavatni belgilasak bo'lar ekan. Mana shu quvvatdan oshib ketsa, signal beradi. Aytaylik. Значение klavatda kelar ekan bu. Lampochkani qo'ymoqchi edim, bo'lmas ekan. Tak, signal повышения toka. Tokni balandligini belgilasak bo'lar ekan. 1 amperdan 60 ampergacha qo'yib bo'lar ekanmiz. Kuchlanishini past balandligini belgilasak bo'lar ekan. 90 dan 265 gacha qo'yib bo'lar ekanmiz. Balandi, pasti 80 dan 240 gacha qo'yib bo'lar ekanmiz. Kuchlanish lesida ishlaydi deyilgan edi o'ziga. Mana shu yerdan sozlanar ekan. Video yoqqan bo'lsa, meni sahifam va Megavolt Instagramdagi sahifasiga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Keyingi videolarning chiqishi uchun bu juda muhim. Undan tashqari Telegramda guruhimiz bor. Menga o'xshagan elektriklar ko'p. Savollaringizga tezroq javob topishlaringiz mumkin. Telegram kanalimizdan esa elektriklikka oid ma'lumotlarni topishingiz mumkin. Savollar qolgan bo'lsa, izohga yozsalaringiz javob beraman.